Biz hozir Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazidamiz va tezda Umarbek akani oldilariga boramiz. Ketdik. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Yaxshi, rahmat. Qalaysizlar? Kayfiyatlar yaxshimi? Yaxshi, Xudoga shukr. Zo'rmi? Yaxshi. Nima bo'lgan siz bilan? Shu ta'tilga kelgan paytimda uyda daraxt kesib yurganda daraxtda yiqilib tushib, bo'yin umurtqam singan. Necha yil bo'lgan? 2007-yil avgust oyida. 2007-yil daraxtdan yiqilgansiz. Bo'yin umurtqam sinib, shu hech qayerda ishlamay qolganda. Qanaqa bo'lgan o'sha paytlar? Juda ham og'riqli bo'lgan, biron nima yoki hech narsa sezmaganmisiz? Endi boshda hech narsa sezmay, keyin sekin-sekin bilganman-da bu narsani. Hech qayerda ishlamagan, yura olmaganman. Faqat osmonga qarab, bu yoqqa qarab yotardim. 18 yil bo'ldi shunga. O'shandan beri to'shakka mixlangansiz. O'shandan beri shu yotish, shu endi kasallik baribir yotda o'rgandan keyin har xil kasalliklar orttirar ekan. Qon aylanishi buzilgan. Qon aylanishlar buzilib, nima qilib keyin sekin-sekin buyrakim ishlamay qolib, buyrak ta'minlamay qiynaldimda. Ko'p yerlarga borib operatsiya qildira olmay qiynalib yurgandim. Nechta farzandingiz bor? 3 ta farzandim bor. Necha yosh ular? Kattasi 18 yoshdan o'tdi. Mashalloh. Kichkinalarichi? Kichkinalar 13 yosh. 13 yosh. Ha, egizak. Siz 18 yil oldin daraxtdan yiqilgansiz, lekin shunga qaramasdan Allohim sizga farzand bergan. Egizak farzand bergan. O'g'ilmi, qizmi ular? O'g'il. Uchala o'g'lim. 3 ta o'g'lingiz bor. Ha. Qoyil. Juda ham xursand bo'lgan bo'lsangiz kerak farzandli bo'lganda. Ayniqsa egizak bo'lganda xursand bo'ladi odam. Nogironligingiz bor Bor. hozirgi kunda. Qanaqa hayot kechirasizlar? Ro'zg'or qanaqa tebratasizlar? Endi ro'zg'or tebratish qiyin. Ozgina bo'lsa ham pensiya beradi, lekin pensiya bergan bilan ukol dorilar hozirgi kunda ko'p qiynabdi. Shu bitta buyrak yiringda постоянно antibiotik ukol dorilar. Endi xotinim ham ishlaydi, lekin ishlagan bilan oliy ma'lumotli emas. Hozir o'qib yuribdi bir tomonlama unga kontraktiga to'lanadi, boshqa Ayolingiz o'qityapsiz, oliygohda. Ha. Sahibaxon opa, xo'jayiningizda tutdan yiqilib tushgan ekanlar. Menimcha o'sha tut daraxtini tagida turibmiz. Ha, shu daraxt tagida turibmiz. Keling, o'sha paytlarni gapirib bersangiz. Yosh kelinsiz. 1 yoshli farzandingiz bor. Shunaqa. Nima bo'lgan keyin? Qanaqa qilib bu tut daraxtiga chiqib qoldilar? Qanaqa qilib yiqildilar? Nima sabab bo'ldi? Tut terdilarmi, kesdilarmi? Shu yoqqa borganimda qaynonam uyda chaqirishdi, kesam yiqilib yotgan ekan shu paytda. Yerda yiqilib yotibdilar. Shu paytda hech qayerda ishlamay qoldi. Atizdan. Qo'rqib ketdingizmi? Tushunmadingizmi u paytda? Bu paytda tushunmaganmiz, biz endi yurib ketadi deb o'ylaganmiz. Unaqa kasal ko'rmagandan keyin. Bizga endi 7-noyabrga yuridi deydilar. Shu paytda voyanda ishlagandan keyin bu yerda 2 kun qo'yib olib ketishdilar Toshkentga, voyanlik gospitalga. Shu yoqda operatsiya qilishdilar, nima qilib endi yurib keladi deb tasavvur qilganman men ham. Lekin olib kelishgan paytlari skoryada olib keldilar, yurmagan. Taqdir baribir. Nima deyishgan sizga? Menga hech nima, shu baribir Yurmas ekan deb aytishganmi yo bir kun yuradi deb aytishganmi? Yuridi deyishgan, vaqt Yuradi o'tsa, deyishgan. Yuridi deyishgan, vaqt o'tishida. Turmush o'rtog'ingizni yaxshi ko'rasizmi? Yaxshi ko'raman. Necha yildan beri antibiotikdalar? 18-yildan beri antibiotikdalar. 17-18-yildan beri faqat antibiotikdalar. Ta'sir ham qilmay qo'ydi, to'g'rimi? Ta'sir qilmay qoldi. Shunga shu bizlar eng qo'rqinchli muammolarimiz buyrak yiring bo'lib qoldi-da.
Isitmalari chiqadimi? Isitmalari chiqadi, shu ho'latadilar. Xo'jayiningiz bilan gaplashdim. Birinchidan ko'rinishlari juda yosh. Ikkinchidan kayfiyatlari juda ham yaxshi. Bunga nima sabab? Hozir uyalmasdan men sababman devoravering. Nima deydi? Erkak kishi yosh ko'rinishi baribir ayoldan deb Shunaqa ekan. Baribir shu yaxshi ko'radigan taomlarini o'zlariga bo'lsa ham pishirib beraman, oddenniy bo'lsa ham. O'zini o'zi zo'rg'a eplaydida baribir. Yana 3 ta bola, o'g'il bolaning ishtahasi har doim yaxshi bo'ladi. Shu endi qishloq joyda bo'lgandan keyin ozgina yerimiz bor, ozgina dehqonchilik qilamiz. Nima ekasizlar? Ozroq shol ekamiz, bug'doy ekamiz, shu o'zimizga yetadigan. U oshiqcha emas, shu o'zimizga yetadigan. Shular taraflama ham ozgina baribir foydasi bor. Ko'rinishi juda ham yaxshi, tishlaringiz hammasi joyida. Bunday olib qaraganda baxt taralib turibdi sizda. Mushkulotlaringizga qaramasdan, sog'lig'ingizga, muammolarga qaramasdan. Siri nimada? Shu Alloh taologa ishonaman, shu Alloh taologa hamisha qiyin vaziyatda qo'llab kelgan, hamisha qo'llaydi. Depressiyaga tushib qolgan paytlaringiz bo'ladimi? Qanaqa chiqib ketasiz unaqa vaziyatlardan? Xudodan har narsalari iltijo qilib, kechalari bilan istig'forlar aytib, Mo'jizaga ishonasizmi? mo'jizaga ishonaman. Shu egizak farzand bergani ham Xudoning bir eng katta mo'jizasida menga. Yaxshimisiz? Hoy, Tandirni kim non yopadi? mana. Yaxshi yopanlarmi? Hoy, Adizlarni yaxshi ko'rasizmi? hoy, Qo'rqasizmi Adiza to'g'risini ayting. hoy, Qattiq turarlarmi? hoy, emmoqchi ko'rganman. Nima orzungiz bor sizni? Doktor bo'lish. Vrach bo'lasiz. Hmm. Keyin nima qilasiz vrach bo'lib? Odamlarga doimo yaxshilik etaman. Yaxshilik qilasiz-a? Hoy, Adizni ham tuzatasizmi? hoy. Adam turuz berish arzum bor. Umarbek akani o'g'illari siz-a? Keling deb ani bo'y bastlaringizni ko'rsatinglar. Voy, qaranglar, qanaqa bola mana. Alloh bir tomondan sinab qo'ysa, bir tomondan berar ekan, de ne'matni. Siz esingizni tanibsizki, otangiz karavotda yotadilar har doim. Uydagi barcha ishlarni siz o'zingiz qilsangiz kerak, to'g'rimi? Ko'chada ham ishlaysiz. Nima ish qilasiz? Birov yandan chiqamizda gullik ish. Qancha topasiz bir kunda? 100 ming, 150 ming, ashunday. Demak, oilani boqishni o'zingiz bo'yningizga olgansiz. Menga uydagilarga ish qilmayman. Kelajakda kim bo'lishni xohlaysiz? Kelajakda shu voyanniy bo'lacakman. Voyanniy bo'lish. Siz menga tasviriga bordingiz, buyragingizni tasvirini, u yerdan yiringlab qotuvdi. Qanaqa qilib bu yiringlab ketdi buyragingiz? Shu buyrakda tosh tiqilib qolgan ekanda, o'sha tosh juda yiring o'chog'i bor deyishyapti. O'shani olib tashlasa, u to'xtab qoladi deyapti. Qachondan beri buyragingiz bunaqa kasal? 2013-yildan beri shunaqa. 12 yil bo'ldi. Ha. O'sha egizak farzandlarim tug'ilgandan keyin, bir oydan keyin shunaqa boshlandi menda. Alloh taologa ham aytadi-ku, ko'tara olmaydigan odamga qiyinchilik ko'pini bermayman deydi. Shu ozgina bo'lsa ham qiyinchilikka ko'tara olishim mani o'qigan, berganiga shukur. Bu dunyoda qiynalsak ham, nima qilsak ham o'tadi ketadi. Sababkoringizga qanaqa murojaat qildingiz? Qayerdan bizni topdingiz? Shu internet ko'rib o'tirgandim. Instagramda chiqdi. Shu mana shunaqa qiynalib kasalliklarni davolana olmay anosi deb videongiz chiqdi. Keyin ustiga bossam Telegramga o'tib ketdi. Telegramga o'zi shu kunlarda davolanish bo'yicha ko'p bu yoqqa murojaatlar qildim, boshqa qildim. Hech qayerdan natija bo'lgani yo'q. Qayerlarga murojaat qildingiz? 2 yildan beri Xorazm viloyati hokimining qabullariga bordim. O'zingiz borasiz? Ha, arabada bolam olib boradi. O'sha yerdan chiqib ketguncha unaqa qilamiz dedi, lekin oxiri yo'q. Portalga ham yozib ko'rdim, shu davolatishda yordam. Ularda ham shu keladilar, ya medsestra keladi, ya shoredaradan bitta yordamchi keladi. Umuman hech oxiri yo'q-da u narsani. Bu ham sizning sinovingiz. Sinovingiz shundan iboratki, biza kelib yordam berishimiz kerak edi. Shu hammasi Xudoning anosi bo'yicha. Xudo xolasa shunaqa bo'ladi. Agar sinovingiz boshqacharoq bo'lganda boshqasi yordam beradi. Lekin yordamsiz qolmaysiz, men buni aniq bilaman.
qachon oldingiz siz? Bo'yin umurtqasidan 2007-yil avgust oyida. İmkan darajasida yana yuragingiz saqlab qolib, organosaqlanaющая operatsiya deydi. Sizga shu eng yaxshi variant shu zamonaviy davolash usullari. Sababkor o'z murojaatlarini yerda qoldirmasdan bizani bemorimizni ekstreni tezlikda qabul qilganingiz uchun rahmat. Bekjanov Husan Nurullayevich, tibbiyot fanlari doktori, Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi direktori. Bugun bemorimiz operatsiyaga tayyorlar. To'g'rimi? Shunday. Hamma yaxshiliklar uchun rahmat. Shunchaki yaxshi insonligingiz uchun ham minnatdorchilik bildiraman. Salomat bo'ling. Bizning maqsadimiz shu yordamga muhtoj, haqiqatda shu yuqori malakali operatsiyaga muhtoj bemorlarga shoshilinch, yuqori texnologik, kechiktirib bo'lmaydigan malakali xizmat ko'rsatish. Bemorimiz bizga murojaatda buyragimni shifokorlar olib tashlash kerak degandilar. Lekin yuqori texnologiya va o'ziga xos operatsiya metodlari orqali hozir buyrakni saqlab qolish imkoni bo'lyapti, to'g'rimi? Xuddi shunday. Hozirda bemorga kam invaziv, yuqori texnologik, endourologik operatsiya rejalashtirilyapti. Ya'ni o'sha sidik yo'lda paydo bo'lgan shu asosiy kasallikka sababchi toshni olib tashlash rejalashtirilyapti. Xudo xolasa, o'ylaymizki, bu rejalashtirayotgan operatsiyamiz samarali bo'ladi deb. Kutilgan operatsiya hozir sababkor o'z yordamida amalga oshirilyapti. Odiljon aka bizani zo'r mahoratli doktorimiz, jarrohimiz operatsiya ishlarini amalga oshiryaptilar. Operatsiya eng zamonaviy usulda amalga oshirilyapti. Men juda ham xursandman. O'zbekistonning har bir viloyatida yuqori texnologik jarrohlik amaliyotlari amalga oshirilayotgan. Bugun bemorimizni endoskopik yo'l bilan o'ng sidikniy toshni transuretral yo'l bilan bu toshni maydalab olish amaliyotiga tayyorladik. Bu operatsiya spinal anesteziya ostida o'tkaziladi. Bemor og'riq sezmaydi. Operatsiyadan keyin buyrakda sidik oqimi tiklanadi. Aytsam, operatorlarimiz ham zo'rg'a operatsiyaga kirishadi. Ba'zisi qochib, nechtasi hushdan ketib qoladi. Chunki bu, bilasizlarmi, doktor bo'lish uchun borib qondan qo'rqmaslik kerak, kesmadan qo'rqmaslik kerak. Lekin biz mana ijod sohasi odamlari mana shu ishingni oldida turganimiz o'zida mazamiz qochadi. Lekin doktorlarga, medsistralarga tasanno etish kerak. Mana shu qo'rqmasdan oxirigacha ochib, olib, o'rnatib, joylashtirib bemor hayot uchun kurashadi. Kecha Umarga operatsiya juda ham yaxshi qoldilar. Hozir reanimatsiya bo'limidalar. Biz ruxsat olishga harakat qilyapmiz kirishga va ularning holatlarini o'z ko'zim bilan ko'rmoqchiman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Tuzuk bo'lib qoldingizmi? Yaxshi. Qanaqasiz? O'zingizga keldingizmi? Ha, keldim o'zimga. Kecha operatsiya bo'ldi. Ancha yaxshi maqtovlar. Qanaqa o'tdi operatsiya? Operatsiya yaxshi o'tdi. Biron nima sezdingizmi? Endi operatsiyada hech narsa sezmadim. Narkozdan chiqquncha. Yaxshi. Narkozdan chiqish jarayonida rosa meni chaqiribsiz, turmush o'rtog'ingiz aytdilar. Mana men keldim. Nima arzdodingiz bor? Bemalol aytishingiz mumkin. Yo'q, arzdodman. Endi narkozda shu nima kerak bo'lsa chaqiraveradi. Hammasi yaxshimi? Ha, yaxshi, Xudoga shukr, yaxshi o'tkazib oldik. Bir kun bo'ldi operatsiya bo'lganiga. Qanaqadir o'zgarish sezyapsizmi yoki? Endi sekin-sekin yengillik bo'ladi bu yoq. Xursandmisiz? Ha, xursandman, Xudoga shukr. Operatsiya eng katta qo'rquv edi. Eng katta qo'rquv edi.
operatsiyamiz muvaffaqiyatli o'tdi kecha. Aha. Shu bemordan sidik yo'lidan buyrakdan toshlarni oldik. Hozir reanimatsiya bo'limida ahvollari yaxshi. Operatsiya jarayoni asoratsiz o'tdi. Necha soat davom etdi operatsiya? Operatsiya 2 soatlar atrofi bo'ldi. Hozir bemorning kayfiyati yaxshi. Operatsiyadan keyingi davr silliq o'tmoqda. Bemorni hemodinamik ko'rsatkichlari qoniqarli, yaxshi. 2 litr atrofida pechoq chiqdi. Endi bu yog'iga buyrak qanaqa ishlaydi? Yo'lga buyrak ishlab ketadi. Ishlab ketadi? Aha. Ishlab уже sidik berib boshladi kechadan. Og'riqlari to'xtadi bemorda, yurak sohasida. Bizni ahvoli, kayfiyati yaxshi. Ko'pchilik doktorlar bilan operatsiya qilishdan qo'rqishgan. Siz mardona rozi bo'lganingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. O'zbekistondagi mana shunaqa murakkab operatsiyalarni har doim muvaffaqiyatli yakunlab yurishingizda sizga zafarli, omadli, kuch-quvvat va uzoq umr tilayman. Menga biron gapingiz bormi? Biron nima kamchilik bormi? Yo'q, hamma narsa yaxshi. Hammasi yaxshimi? Men kutgandagidan ham yaxshi hamma narsa. Yuragingiz hozir qoldi, to'g'rimi? Ha, yuragim qoldi, xudo xolasa endi. Hammasi. Eng keragi, men juda ham qo'rqotgandim. Voy, bitta buyrakda qanaqa yashaydi? Qarang meditsinani qanchalik rivojlanib ketganini. Hozir yuragingizni xudo xolasa saqlab qolyapmiz. Yuragim saqlanib qoldi. Biz o'ylaganimizdan ham yaxshi bo'lyapti. Men sizni sog'lom hayot bilan tabriklayman. Katta rahmat. Unga rostmana qadam qo'yishingizni tilab qolaman. Xudo xolasa. Endoskopik usulda operatsiya qilish qachondan beri Xorazm filialida amalga oshirilyapti? Faqatda bizani shu Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Xorazm filiali o'zi 2000-yildan beri faoliyat yuritib kelayotgan bo'lsa, bu endourologik operatsiyalar oxirgi 3 yil ichida shu bizaga shu uskunalarni, ya'ni tibbiy jihozlarni davlatimiz tomonidan bizga yetkazib berilishi oqibatida mutaxassislarni tayyorladik, chet ellarda o'qitib oldik, respublika markazlarida malakasini oshirdilar va hozirgi oxirgi 3 yil davomida xuddi shu operatsiyalarni kam invaziv yuqori texnologik operatsiyalarni o'zlari mustaqil bajarishyapti. Rahmat, ishlaringizda zafarlar tilaymiz. Insonparvarlik va bepul operatsiya uchun minnatdorchilik bildiramiz. Salomat bo'linglar, shifosini bersin, bemorimiz sog'ayib ketsin. Ilohim martabangiz ulug' bo'lsin. Rahmat. O'zbekistondagi eng mahoratli vrachlarni mana shu oilaga yordam berishlarini iltimos qilib qolamiz. Biz har qanaqa eksperimentga rozimiz, to'g'rimi? Yana ko'rishguncha. Xayr.